2026-yil student migratsion kartasini qanaqa cho'zdirish kerak? Agar siz o'qishga kirgan bo'lsangiz, 25-yil, siz уже cho'zdirishingiz kerak edi. Uchuba qilib kelgan bo'lsangiz. Agar endi qilib kelgan bo'lsangiz yoki hali vaqtingiz bo'lsa, migratsioningizni cho'zdirishingiz kerak uchuba qilib. Studentskiy bor, masalan, olgansiz yoki endi olasiz. Studentskiy bilan yurish, studentskiyni olib ko'chada yurilsa bo'ladi degani emas. Studentskiy reyestratsiya qilishga основание bo'ladi degani emas. Qilishga основание bo'lishi mumkin, частично. Dokumentlarning bir qismiga kirishi mumkin. Studentskiyni ko'rsatib qolishi mumkin, cho'zdirish uchun reyestratsiyani. Lekin migratsion karta uchuba deb kelgan bo'lsa, uchubani cho'zmagan bo'lsa, o'qishga kirgan bo'lsa, вечернийmi, очныйmi farqi yo'q. Cho'zmagan bo'lsa, demak, migratsionni kech qoldirgan, kuydirgan hisoblanadi va 1 yilga kechiga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Migratsionni cho'zdirish qanaqa bo'ladi? Keldi, meditsinani o'tdi, yashil kartani oldi, daktiloskopiyani qildi, meditsinani o'tgandan keyin, yashil kartani olgandan keyin, mana shu migratsionni orqasiga o'qish pechatur beradi. 1,5 oy oldin qolganda. Orqasiga 9 oyga, 1 yilga pechatur berish mumkin. Agar shu narsani vaqtida qilmasa, noto'g'ri kirib qo'ygan bo'lsa, yoki vaqtida kirgan bo'lsa ham qilmagan bo'lsa, 1 yilga uyga ketishga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Yanvar oyida 2026-yil haqida gapiryapman. Agar siz o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, kelmoqchi bo'lsangiz, oldin bizga yozish kerak. Keyin sovetasiya qilib, keyin kelish kerak. Любое время uchuba qilib kelib bo'lmaydi. O'qish yil bo'yi qabul bo'lishi mumkin, lekin yil bo'yi prikaz chiqadi degani emas. Prikaz yozga qarab chiqishi mumkin, masalan, obrazga ko'ra. Lekin biz sizga qishda, bahorda o'qish topib berishimiz mumkin, срочныйga. Oldin biz bilan maslahatlashib, dokumentlarni topshirib, keyin kelish kerak. Agar migratsionni cho'zilmasa, уже 2 marta kirib chiqishga imkon yo'q. Oldindagi 3 marta, 4 marta kirib chiqadiganlar yo'q endi, tugadi, tamom. Reyestrga tiqib qo'yadi 2 marta kirib chiqsa. Shuning uchun mana bitta migratsionni mana shuni cho'zdirish kerak. Всё, shu bilan tugadi. 1 yilga student cho'zildi. Yozinglar, telefon qilinglar, обращаться qilinglar, Telegramdan, WhatsAppdan yozinglar. O'qishga kirishga yordam beramiz. Уже qabul ochildi.